Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Xadicha validamizning yangi oila qurgan yillari. Xadicha validamizning jiyani Hakim uzun savdo safaridan Makka ga yaqinda kelgandi. Ammasiga hadiya berish uchun aytadiki: "Ey amma, xizmatchilar sotib oldim. Ishlaridan xohlaganingizni oling. Sizga sovg'a qilmoqchiman" deydi. Xadicha validamiz xizmatkorlarni yaxshilab ko'zdan kechiradi va ichlaridan eng qobiliyatli ko'ringanini tanlab oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uyda yangi xizmatkor bolani paydo bo'lganini ko'rib, "Bu bola kim?" deya so'raydi. Xadicha validamiz aytadiki, "Bu Qalb qabilasidan Zayd, jiyanimni menga hadiyasi" deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zayd radhiyallohu anhu bilan gaplashdi. Qanday qilib xizmatkor bo'lib kelganini so'raydi, o'rganadi. Va anglaydiki, aslida bu bola hur, ozod oilaning bolasi edi. Qabilaga bosqin qilinib, bolalar asir olib, xizmatkor qilib sotilganini o'rganadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Zayd radhiyallohu anhu ning ahvoliga juda ham achinadi va Xadicha validamizga aytadiki, "Bu mening xizmatkorim bo'lsaydi, ozod qilib yuborgan bo'lardim" deydi. Xadicha validamiz Zayd radhiyallohu anhu ni ozod qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ozod bo'lganini mujdasini Zayd radhiyallohu anhu ga aytadi. "Istasang oilangni oldiga ketishing mumkin. Istasang bu yerda qolasan" deydi. Lekin yolg'iz oilasiga ulasha olmasligini tushunadi Zayd va ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yonida qolishni yaxshi ko'rayotgan edi. Ikki jahon sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni juda yaxshi ko'rib qolgan edi va qabilasiga qaytib ketmasligini aytadi. Oradan oylar o'tdi. Zayd radhiyallohu anhu juda ham xursand, baxtli, hayotidan mamnun edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning butun fe'l atvorini yaxshi ko'rardi. Hech xush ko'rmagan tomoni yo'q edi, kamchiliklari yo'q edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zayd radhiyallohu anhu ning ko'nglini zabt etgan edi. Bir kuni Zayd radhiyallohu anhu Makka ko'chalarida ketayotganida yoniga 2-3 odam kelib, "Seni isming nima?" deb so'raydi. Zayd deb javob beradi. Odamlar aytadiki, "Bizni tanidingmi? Biz seni otang Xorisaning do'stlarimiz" deydi. Zayd radhiyallohu anhu "Ha, tanigandekman" deydi. "Qayerda yashayapsan?" deb so'raydi. "Muhammadning yonida sallallohu alayhi vasallam" deb javob beradi. Zayd "Oilang?" Odamlar aytadiki, "Ey Zayd, oilang, otang, onang seni izlayapti. Hamma joyda seni izingda, seni dardingda ado bo'ldilar. Juda ham xafa, qayg'udalar. Ularga aytginki" deydi Zayd radhiyallohu anhu. "Ularga aytginki, men juda ham ishonchli, amin odamning yonidaman. Huzur ichida yashayapman. Holimdan juda ham mamnunman. Meni dard qilmasinlar. Men yaxshiman" deydi. Qalb qabilasidan bo'lgan bu odamlar Makka ga haj ziyorati uchun kelgan edi. Ular qabilasiga borib, Zayd radhiyallohu anhu ning oilasiga mujda xabarlarni beradi.
Ailesi judayam sevinadilar. Zayd radhiyallohu anhuning amakisi va otasi uni qutqarish uchun Makkaga keladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni izlab topdilar va Zayd radhiyallohu anhuning otasi Xorisa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytadiki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar muborak makonning ahlisizlar. Xizmatkorni ozod qila olasizlar. Xohlasanglar asirlarni qorinlarini to'ydirasizlar. Biz o'g'limiz uchun senga keldik. Bizga rahim qiling. Uning evaziga ortig'i bilan xohlagan narsangizni beraman. Yetarki o'g'limizni bizga qaytarib bering" deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "O'g'lingizni chaqiraman. Meni va sizni tanlashiga biz aralashmaylik. Agar sizni tanlasa, men evaziga hech narsa istamayman. Bordi-yu meni tanlasa, men undan voz kecha olmayman." Zayd radhiyallohu anhuning otasi va amakisi aytadiki: "Judayam odil qaror berding" deb sevinishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Zayd radhiyallohu anhuni chaqiradi. Aytadiki: "Bularni taniysanmi?" "Ha, bu mening dadam. Bu esa mening amakim Ka'b." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "Ey Zayd, men seni ozod qilganman. Ixtiyor senda. Istasang men bilan qol. Istasang otang va amaking bilan qabilangga ketishing mumkin." Zayd radhiyallohu anhu bir otasiga, bir Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qaradi va shunday bir haqiqat bor ediki, bu ota-ona mehriga to'ymagan bola Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ulardan ham yaxshiroq ko'rib qolgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdagi ko'rgan mehr, shafqatni yonidagi o'z otasi bo'lsa ham unda bularni ko'ra olmasligiga shubhasiz ishonardi. Shuning uchun dediki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sen bilan qolaman." Otasi bu javobni eshitib xafa bo'ldi. "Afsus, sen otang va onangdan ko'ra xizmatkorlikni yaxshi ko'rding? Xizmatkorlikni tanlading?" deydi. Zayd radhiyallohu anhu deydiki: "Ota, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni juda yaxshi ko'raman. Men unda hech kamchilik ko'ra olmadim. Har qilgan ishi, har harakati judayam chiroyli, kamchiliksiz. Ota, men undan hech qachon ayrila olmayman." ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلك.